Akalar, sizlar uchun hozir o'sha elektrический tigach 650 km yuradigan tigachni test drive qilib kelamiz. Haydashga berishmayapti. Shu yonligida o'tirib bir aylanib kelamiz hozir. Нормальный. Yurishi mana. Tabloni ko'rishingiz mumkin, yuzidan o'tdi. Ajoyib. Yurishi yumshoq. Konditsionerlar va shu cho'kki ishlayapti lekin. Bitta mana kamera, aqlli sensor bor. Bu yerda agar shofyor uxlab qoladigan bo'lsa yo qanaqadir hushidan ketadigan bo'lsa, texnikani o'zi avtomatik o'sha yo'l chetiga to'xtaydi. Shunaqa aqlli sistemalar bilan jihozlashibdi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Elektrический texnikalarning zaryadniy stansiyasi bilan mana hammasi elektrический. Zaryadkaga qo'yib qo'yishgan mana bu zaryadniy stansiyalar. Batareykasi o'sha BYD da ishlatiladigan sifatli batareykalar bilan jihozlangan. 600-650 km berishyapti, sizlarga 500 yursa ham salarka bilan gazdan ancha arzonga tushadi, akalar. Konditsionerlari bor, 360 gradus kamerasi bor. Garantiyalari bilan qilib beramiz.